oxirgi marta so'rab ko'ray. O'g'lim, oxirgi marta so'rayapman. Dunyoda kim zo'r desa, siz zo'rsiz dada debdi. Hozir oldingda qo'lim yelkangdaligida 3 marta so'rasam, men zo'rman deding-ku desa, dadajon, dunyoda siz tirik ekansiz. Bu dunyoda sizni qo'lingiz meni yelkamda ekan, dunyoda mendan zo'ri yo'q. Ammo siz yo'q bo'lsangiz, mendan ojiz odam yo'q. Siz dunyoda tirik ekansiz, qo'lingiz yelkamda ekan, mendan zo'ri yo'q degan ekan. Dadalarimiz uchun bitta guldiroz qarsak chalib qo'yinglar. Rahmat. Kuyov bola hozir mana omonatni aytaman. Siz menga kuyov bola Telegramda yozganda, akajon to'yimda men to'g'risi dadamga bu gaplarni ayta olmaganman. Ayta olmasam kerak. Shuni siz o'qib bering, ichimdagilarni yozaman debdi. Amakajon, o'g'lingiz yozgan gaplarni sizga o'qib beraman. Assalomu alaykum. Mening ishongan tog'im dadajonim. Bugun mana shu barcha mehmonlar oldida turib, hayotimdagi eng muhim daqiqalarda sizga so'z aytish bu men uchun eng katta baxt. Bu kunlarga yetib kelishimda eng katta sababchi, eng katta suyanchig'im, eng buyuk insonim bu sizsiz dadajon. Siz biz uchun yashadingiz, o'zingizni unutib, bizni o'yladingiz. Ba'zan charchadingiz, ba'zan dardingizni ichingizga yutdingiz, lekin baribir yuzimizga kulib qaradingiz. Biz och qolmaylik, kam bo'lmaylik, boshimiz egilmasin deb tinim bilmay mehnat qildingiz. Sizning